Allame Muhammed İvez Qarqashi Saidiye xanlıqı davrida nurg'unlagan tarixshunoslar va tarixiy asarlar barliq kelib, Saidiye xanlıqının tarixini aks ettirdi. 1499 yıldan 1551 yıllargacha yaşagan Mirza Haydar Koragani 1547 yılı Paris tilida 2 tomlik tarixiy asar yezib 200 yılga yaqin tarixni yo'ritib berdi. Nama'lum Abdur 1545 yılı Tarixname-i Abdurashid Xon nomli tarixiy asarni Muhammed İvez 1603 yılı Tazkira-i Mahdum Azam ve Xo'ja Isoq Vali nomli tarixiy asarni Nama'lum Abdur 1627 yılı Tazkira-i Abdurashid Xonni 1627 yıllardan 1696 yıllargacha yaşagan Mahmud Joras 1672 yılları Paris tilida tarixiy Şah Mahmud Jorasni 1686 yılı Paris tilida tarixiy Rashidi Zeyli nomli asarni 1696 yılı Paris tilida Talabkarlar Nasabnomasi degan asarni yozdi. Nama'lum bir Abdur Abdurashid Xon davrida yakanga kelgan Xo'ja Muhammad Sherif qatorliqlarning ahvoli bayon qilingan avliyolarning kattalari va rahbarlari degan tazkirani yezib chiqdi. Shoir Muhammed İvez Qarqashi Mevlana Sadriddin Qarqashining o'g'li bo'lib 17-18 asrlar oraliqida hozirgi Xotandagi Qarqashning Manglay yezisi tavasidagi Mo'g'alla kentida yashab, ömrünü her qaysi fanlardagi cho'nqur ijtihodi va inchki tadqiqoti bilan o'tkazgan. U ilm suyar otasining bevosita tarbiyalashi va oilasidagi quyuq ilmiy kayfiyat muhitida atrofliq o'sib yetilgan shoir va olimdir. Dadisi Mevlana Sadriddin Qarqashi ilmning qadrini biladigan ve özümü ömrünü ilmi faaliyetler bilen ötküzgen adam bolğaşqa oğlunu terbiyeleşke nihayete ehmiyet bergen. O özü oğlunu bivasite öz terbiyesiga elip dinni İslamның mukaddes ahkamlardan tartib tarix, coğrafya, ilmi hesap, ilmi nucum, 7 iqlim, 9 aflak largıça yeterlik terbiyege iyi kılgan. Atısının ko'ngli qo'yib tarbiyalashi natijasida o'zi o'rgangan ilmlar bo'yicha u zehni o'tkir olim bo'lib yetilgan. Uning bizga yetib kelgan asarlaridan Mahdum Azam, Tazkira-i Xo'ja Isoq qatorliq tarixiy asarlari va Majmuatul Ahkam nomli kalendarchilik va ilmiy nujumga oid asri shundaqla bir qism she'rlari ma'lum. Mahdum Azam, Tazkira-i Xo'ja Isoq qatorliq tarixiy asarlari 17-18 asrlarda Sharqiy Turkistonda bo'lib o'tgan zo'r siyosiy, ijtimoiy voqealar va tarixiy shaxslar to'g'risida yozilgan bo'lib, bu asarlar Muhammad Sodiq Koshig'ariyning Tazkira-i Azizon degan kitoblari bilan o'zaro moslashib, bir-birining kam yerini to'liqlaydi. Abdurning Majmuatul Ahkam dinni hükümler jamgoyi nomli asri astronomiya, matematika, coğrafya, tarix, fiziologiya ve axloq qatorliq fanlarning nuqtasida turib yozilgan bo'lib, u o'zidan burunqi mushu sohaga oid ilmlarni to'plagan, mushu haqda uchur bergan. Abdur bu asarning beshidla mundaq yozgan: Bu Peqir Xaksar Perişan rozigar Muhammed İvez İbni Mevlana Sadriddin Qarqashi bir kelime hükema ahvalidin ve tarih, hesap, cemal, 9 aflak, 7 iqlim, acayibat ve garaibati alem, şehirler, kal'alar, ilmi hendese ve nucum, ilmi hayat maqaddimati ilmi hesap, faraset ve hükümdün cemi kılındı
ve Mecmuatul Ahkam deb ad qo'yildi deb yozgan. Uning bu asridan o'zidan burunqi O'rta Osiyoning atoqliq tabiiy fan olimlarining asarlarini pishiq o'ginib tadqiq qilganligini ko'rib olg'ili bo'ladi. Avtorning bu asri şu zaman Uyg'ur tabiiy fan tarixini tadqiq qilishda birinchi qo'l materiallik qimmatiga ega. Avtor bu asarni ayni vaqtdagi Qaraqosh hokimi Mirza Shahbozbegning tashabbusi bilan yezib chiqqan va oxirida uningga sovg'a qilgan. Bu asarning hijriya 1241-yili, ya'ni 1819-yili ko'chirilgan nusxasi hozir Sharqiy Turkistondagi atalmış Uyg'ur Avtonom rayonluq qadimki asarlar ishxonasida saqlanmoqda. Keyincha qadimki asarlar ishxonasining oliy muharriri Erkin Imin-Niyoz Qutlug' bu asarni nashrga tayyorlagan edi. Alloma Muhammad Qaraqoshining yuqorqi Mecmuatul Ahkam Hükümler Mecmuasi nomli asrda yana jin alvaslarga oid to'liq qimmatlik va qoyil qilarlik bayonlarmi bor.